Assalomu alaykum O'zbekiston. Mana bu jigit gaplarini eshitinglar. Слушай, я готов завтра, хоть сегодня, а лучше 13 июня в Ташкенте. Давай, если ты готов к этому. Для меня это легкие деньги. Я еще раз тебе побью, еще раз заработаю деньги, еще одну тачку себе куплю. Будет третья тачка, поэтому... Butun xalq biladi. Saturn ruschani bilmaydi. Qayerga borsa ham faqat o'z ona tili o'zbek tilida gapiradi va bundan keyin ham xudo xolisa inshaalloh shunaqa bo'ladi. Kamil aka 13 iyun yozibdi. Men uni 30-iyun deb yurgan ekanman. Bilsam bu 13-iyun ekan. Bugun chesla 17 bo'lsa, yo'q bu yog'i 26 kun vaqt qolibdi. Toshkent Xuma Arenada Oktagon Liga yana turnir qiladi. Kamil aka, chiqib gapirgan gaplaringizga, mana bu suyaysiz stiliz gapirgan gapga tanangiz javob bera oladimi? Va'dangizda tura olasizmi ish qilib? Давайте Oktagon Liga. Eng tez revanshni uyushtiraylik. Butun dunyoni uxlatmaylik. Muhiddin Mamajonov, Karim Madrahimov, Saturn Og'abek va Kamil Karati. Menimcha bu revanshni butun xalq ham xohlasa kerak. Tushunarsiz voqeani tushunarli qilib xalqqa yetkazaylik. Kamil aka aytibdi, "Lo'q pullar va men 3-mashinamni olaman." Akajonim, shuni bilib qo'ying, ko'ram hassasini bir marta yo'qotadi. Xudo xolasa inshaalloh bu safar faqat emaylab qolmaysiz. Bu safar uxlaysiz. Mana ichimdan o'tgan narsani o'zim bilaman. Siz videolar qildingiz, rasmlar chiqardingiz. Ko'rib bilib turib voqeani. Bu voqea shunchaki qolmaydi aka. Shunchaki qolmaydi. Bu nohaqlikka men nuqta qo'yaman, xudo xolasa inshaalloh. Siz topgan gonoraringizni faqat tiklanishga, lichinangizga ishlattiraman men hali. Revanshda. Yo birinchi, yo ikkinchi, yo uchinchi raund. Shunchaki Saturnga uchasiz. Men sizni o'zim bilan Saturnga olib ketaman. Давайте O'zbekiston podishka bosinglar. Xudo xolasa inshaalloh revansh bo'ladi va Saturn bu voqeaga nuqta qo'yadi. From desire, mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified. Saturn of the moment. No, 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 no.